Hozir ofitsiantni qo'rqitamiz. Shot berib yuboring aka. Qani bering-da. Mana qarang. Voy. Aka ko'z yonyapti mana. Shunaqasini ko'rganmisiz? Tilak bosib qo'ying. Shunday qilib. Sizdan ekran 2 marta turib qo'ying. Bunaqa kartalar borligini ko'pchilik bilmaydi. Zirojni yaqinlaringizga tarqatib qo'ying-da hozir. Bu shunchaki karta emas, premium hayot tarzi degan ekan. Sherdor kartalari. Biznesni rivojlantirish bank tomonidan shunaqa karta chiqarlar ekan. Har 3 oyda bor yo'g'i 200 ming so'm abonent to'loviga siz Toshkent xalqaro aeroportini VIP lounge'idan, biznes zalidan bepul o'tib ketsangiz bo'lar ekan. To'g'rimatda olibda restoranlar bor-ku, misol uchun restoranda shashlik, divan, undan tashqari ko'p restoranlarga 20% gacha skidkada shu karta orqali to'lasangiz bo'lar ekan. U ham mayli. Misol uchun klinikalarga maxsus chegirma. Undan tashqari Zikr avtomobil yoki Golden House'dan uy xarid qilsangiz, mana shu karta orqali yana chegirmalar bor. Chet ellarga chiqadigan bo'lsangiz, dunyo bo'ylab biznes zallarga ham bepul kirsangiz bo'ladi. Bu Visa karta emas, Uzkart, so'm karta oddiy. Yandex Ultima bor-ku, o'shandan 6 martagacha nech pulli yursangiz ham atigi 1000 so'm to'lar ekansiz shu karta orqali. Tasavvur qiling, 50 minglik yo'l yursangiz ham 1000 so'm to'lab tushib turar ekansiz. Sherdor kartalarni yana qo'shimcha xizmatlari ko'payib boryapti, bosqichma-bosqich. Yana yangi funksiyalar qo'shiladi. Bu kartani Baraba ilovasi orqali onlayn zakaz qilib olsangiz ham bo'ladi. Ishonmasangiz, Barabani hozir kachat qilib, hozir zakaz bering-da. Ishoning, ko'zi yonishiga maza qildim. Takoy, mana shu karta orqali yana ham bir premiumlashib ketar ekansiz, jigar.